Yakıtçım da. Ne deganlar bu? Maşina bana kaldı. Ustam, bu neymiş kılıvatlı bu kısılı jürü bu? Yakıtçım da. Ne deganlar bu? Ya bana kolları kıçımdı demekçi. Kıçmayda. Kıçımızlar ne mi vuruyor bunun pong 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 deyip dadlardan maşina olmasa bu maşinası. Kızık gelene bak kıçıp ketkenmez çizler yasımcamı bak kollarını kaçtırmasını buldu da. Düşünüm. Agırıp kettim abi baş tuz yolundan kelsek buldu da. Vay men bir egir bügür yoldan kemedemse tüp düz geldim ustam. Yolda ütep git bağan ustam. Endi maşinaga aldın qata bir jalap bergendiler Gion'a. Şu oylab baksam hem de bir 6000 kilometr etrafida menib tikanman. Da qarsam mavada pamer deb turdi ekan. Shunga bir Gion'a aldın qatim sizlar bek deb ketgandilar. Vaqti jalaylar deb. Shunga bir vaqtida bir jalap mashina bir yaxshi asray deb shuni kelishim deb ustam. Obdan bo'libdi yo. Benim terbiyem hali o'tibdi. O'tmamdi ustam. Aslanın terbiyelerden gepler bek ötep ketdi manga. Hozir hojatxona chiysammi? Hojatxonaning purmay, aslanın gepler purayda. Hozir mening purasimimni yo'qolib ketdi janob usta. Hoşta ama endi meni gapimni o'ylab vermisizlar. Purasimimni yo'qolib ketgan bo'lsa hamda nerede qig'liq bor deb burab yurib ro'chimga qaylinib qolmisizlar yana. Çakçakma koydu koysa anda bir mesele bir ötkidek burap ketgidek gap so'zlar qilib bakmadım. Hem demekçi hem de şu almashtırışları, vaqtida almashtırışları, yaxsını almashtırışları da bizga 50 koyliqni almashtırılmay. Şu o'ziga muvaffaq, o'ziga mos keldig'ini almashtırsa o'zining mashinasi paytsi vash emas. Men o'zim bilib nima mashinaning paytsi. To'g'ri deydi. Ansa almashtiram da. Almashtirib yetilar. Mashina nechasidan dasam men jiyon tayyor qilay. Echirayman sen. Ma'qul. Bunu bitti. Bitti mi? Rasmış görüntüye rasa. Ana, sizlar mashinnikka hozir shu 10-qatimliq jiy almashtirish ekan ama? To'g'ri. 10-qatimliq. Sizlar koni chopqa to'lab kutiblar bizga. Undan so'ng shu koni chopqa to'lab kutiblar. Ere gelip bayan mening gap so'zlarimni anglab salchi deyamay qilib puraqmi purayamay qavlab ketdim deb ketlamas. Men endi ba'zi ko'nglimimiz tuzadimlar. Chegan xaridor bilan da chaqchaqlashib qo'yamiz. To'g'ri, chaqchaq bo'ladi. Charchaqaqtirib chaqchaqlashib qolar ekanmiz. Shunga bizning mush pamirniki shu naqsmish bo'lmoq ishlangan jiyosdan 5 litr. Budabi haqsiz bir qitim quyib turman qo'y. Voy. Bek kayıp ketdikmi ya ustam nimda? Aymadı. Sizlar yanchiq kayıp ketib qolganlar unchalik kayıp qilsadim bo'ladi. Rahmat ustam, rahmat. Shu bo'lmoq ishlangan maxsus jiyorimiz davomli qo'yayotgan jiyorimizni qo'yib beraman. Lekin ustam, o'sha har qatim jalalatimiz shuni. Buningda hech bir bo'lmaninki bir biyojisimi yo'q, bir marksimi yo'q. Bu Satak yo'qda? Sizlar toza ko'ngil taqtamablar. Necha vaqtni yozib qo'ydirib bilinmablar. Bu o'yinchilarmi emas? Ya'ni bizimizga buni yo'q emas. Ham bu Boma shirkati degandan maxsus mashina yasaydigan shirkat bu. Jiyo yasamaydi. Jiyoni bizga o'xshash maxsus korxona yasaydi-cha, buni shirkat yasab, Boma shirkatiga olib borsak, shu mashinasiga Jiyo maskagidek bo'lsa, mumkin bo'ladi ekan deb turib ishlatadi. Buni tanlaydi-cha. Masalan, qaysi? Mavo BMW. Bamikan? To'g'ri. Sim bamikan? Sim bamikan. Sim shunaqa. Men to'chas oq chiqarib qo'yganlar meni tushuntirish o'xshaydi deb qolmaslar. Men qaysa, o, bu mening markasi, o, menining markasi. Bu mashinaning barliq mashinalarining markasidir hamda. O, tegidiki, bunday qilib o'tgan xatni ko'rdimmi? Biroq cho'lpon imzo qo'yib bergan o'xshaydi deb o'ylab qolmasam, men bu mashinaning Dongshijangsa. Boma mashina ishlab chiqaradigan shirkatning eng chong boshlig'i. Mush Boma mashinaga haqiqiy mos keladi ekan deganlik uchun imzosini qo'yib, buningdan keyin mush jiyon ishiltinglar deganligini isbot qilaman. Shu Bomaga maxsus ishlangan deymiz emasmi mana? Xotirjam bo'ldim. Bo'ldi hamsa. Ish bo'pti. Bo'ldi, avar qildim ustam hamsa. Ha, hech qisi yo'q. Buda kelgandek ishlayman hamsa. Men menga ustam bunda bo'lsa. Ma'qul. Men yuramdim ustam. Menga yurayman deb turib hali bir narsa qolib qoldi. Yo'q, bir narsami qolmadi. Meni yuramdim ha. Qada qo'saq ochgan bo'lsa yerlarni alay. Voy, yo'q ustam, sizlar bayam dayatli, haliqi 5 litrni sovuq qildik deb, shunga shu 5 litrni elib ketaymi deb. Manda gapni qilib qaysa bu 5 litr bizda qelaverdi. Biz bu yerda sizning telefon bizdan puta orqadan olmasin, chigizib qolgan bo'lsak, asir bo'lib buda kelgan olmashtirib xotirjam bo'lsa. Yo'q,
Jiyo boshqa mashinaga qachonib ketmas yana ustam. Yo'q, biz shu boshqa mashinaga qachilaymiz deb sotamiz buni. Sizga o'xshash bo'lmadi, yana biz yana o'xshash qachilaymiz buni. Lekin men sizlarni turaverdim. Ma'qul. Elib ketsam bo'ldi ustam asli. Voy, menda asraydi Alloh qaysa bu elib ketsizmi, elib ketmasizmi bo'laveradigan narsa. Bu mushatda ustaq bexatar turdi emasmi, buni uyga olib ishkam qilyapsizlar. Endi men keyin kelgan vaqtimda deb sildim bilek boshqa bir bolalar qilib qolsa, o'sha ham o'qishmaslik qilib qolam deb qilyapman-chi, ustam shuni. Siltas ko'ngil to'qib qo'lamapman. Avo, Viveskilik Pamir degan xatni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Bu Pamir degan do'kon faqat Qashqarlar emas, butun Shinjongda bor. Biz kasblashgan, ko'lamlashgan haqiqiy shirkat. Bizning hamma yerda bor do'konimiz. Pamir degan do'konning o'ziga chiriblar, men arxivga qaylab turib, menga manda deganda, 5 litr mayni ishlab qo'yib turadigan bo'lganda, sizlar har qanday yerda o'xshash almashtirib. Voy, qanday yag'asam, jalsam bo'laveramda. Men dedim-ku, biz 16 yil oldi men kasb bilan shug'ullanayotganlar. Butun yerda bor, Shinjongning hamma yerda bor. Unda bo'lsa bo'ladi ekan. Lekin Voy, sen men emasam, Qasim bo'lardi bor. Ya men ensirma demam do'stam. Ha. Bo'ldilar ustam. Ma'qul. Rost jalab turdi ustam. Shagird. Menga do'konga kirishga chiq. Sizning mashinada bir iliq kimlik, uning do'konida no post deb degan bormi? Bor. Qavog'im bos bo'lib. Xullas men xotinim telefon qilib bizning no post deb kimlik yilni chiqsan, oila bo'yicha bir to'xtamdan rabrs qilib tuzab barmoqni besib, aning bo'lsa, sizning 5 litr mayning tip nomerini silib, Gongjong idorasiga berib 5 litr mayni Gongjong qildirib o'tayman. Voy, bo'ldi ustam. Men ensirmadim, rost ensirmadim. Bo'ldi. Chiroylardan qattiq ensirib ketibsizlar. Voy, yo'q, men ensirmadim, rost. Men qaysam mana chiroylarning o'zidan hozir yung bo'g'izlagan ashu kalodeklam qilib qizirib ketdilar, siz ensirib ketdingiz. Ya, ustam, men rost ensirmadim. Oyna. Ishondim. Munda chitirib borda ensirayapsiz. Yo'q. Ensirmadim ustam. Ensirib ketdilar. Ya, rost ensirmadim. Yo'q, bo'ldi. Yo'q. Qo'ydi deb. Voy, bo'ldi, rahmat ustam. Ya, bo'ldi. Sen unda qilmislar? Ya, bo'ldi. Qachta oldimi? Ma'qulan savoylab bangala. Jibini bekor qo'yaman desam, bo'libdi bir koni xaridorlar desam, kot. Ajoyib odamlar bor ekan.